Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, odamlar ustidagi haqlar ishida kishilarning minnatlaridan ig'ir narsa bo'lmaydi. Mayli qanchalik cho'ng narsa bo'lishidan qat'iy nazar, yuzingni to'kib qo'lga keltirgan narsang bilan xushal bo'lib ketmagin. Mayli nimani olg'in, yuz obro'yingni setib erishgan narsa to'lim qimmat setilgan narsadir. Qanchalik sinoqdan o'tgan kishi bo'lishidan qat'iy nazar, siringni berma. Ehtiyot qil. Ehtiyot demak donolik demakdir. Sening siring navoda sen uni ching saqlay olsang, u sening asiring bo'ladi. Agar saqlay olmasang, sen uning asiri bo'lasan. Aqlning havo yevisi tafakkurining orqasida. Ahmoqning tafakkuri bo'lsa, havo yevisining orqasidadir.